Braziliya Yaponiya. Yaqin kunlarda Braziliya va Yaponiya o'rtasida futbol bahsi bo'lib o'tadi. Jahon chempionati ya'ni. Jahon chempionatida ikkala komanda ham juda kuchli komandalar, no kutilayotgani Braziliya favorit hisoblanadi. No, yana bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak, Yaponiya ham podarka komanda emas. Braziliya Shotlandiya bilan o'ynagan o'yinida o'tgan turlarda 0-3 hisobida g'alaba qozondi. Braziliya Gaitani 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Braziliya Marokko bilan 1-1 hisobida durang qayd etdi. Yaponiya esa Shvetsiya bilan 1-1 hisobida, Tunis bilan esa 0-4 hisobida g'alaba qayd etdi. Niderlandiya bilan o'ynaganida 2-2 hisobida durang qayd etdi. Shuning uchun Yaponiya ham slabbiy komanda emas. Bu yerda prognoz shunday bo'ladiki, общий total gollar bo'lishi 3 olinadi. Bu yerda kutilayotgani 4 ta yoki 5 ta, kamida 3 ta yoki bo'lmasam 4 ta 5 ta gol kutilmoqda. Futbolga pul qo'yuvchilar bo'lishi 3 olinganda ham vazurat hisobida qo'ygan pulingiz qaytib keladi. Agarda bir donaga qo'ysangiz, ordinar hisobida qo'ysangiz. Sariq kartochkalar bu yerda. Sariq kartochka bo'lishi 2 kutilmoqda. Bo'lishi 2 kutilishiga sababki 3 dona sariq kartochka kutilmoqda bu yerda. Braziliya 2 dona sariq kartochka oladi, Yaponiya esa 1 dona sariq kartochka oladi. Uglovoylar, ya'ni burchak to'plari. Burchak to'plariga keladigan bo'lsak, 11 tadan kam, menshi 11 uglovых. 11 tadan kam uglovoy burchak to'pi tepiladi. Kutilayotgan uglovoylar 6 ga 2 yoki bo'lmasam 6 ga 3 uglovoy tepiladi. 6 dona Braziliya tepadi, 2 yoki 3 dona Yaponiya tepadi. Bu yerda uglovoy kam qayd etiladi. Nega deganda Braziliya harakat qiladi uglovoy qilmasdan gol urishga. Yaponiya Braziliya hujum ataka qilgan payti harakat qiladiki, uglovoyga chiqarmasdan. Nega deganda uglovoy qayd etilsa, bu golga yaqin hisoblanadi. Shuning uchun Yaponiya qaytarishga harakat qiladi, outlarga ko'p harakat qiladi. Follar juda ko'p bo'ladi bu o'yinda. Mana shunday gaplar. Gollar bo'lishi 3, 3 tadan ko'p. Burchak to'plari, uglovoylar 11 tadan kam va sariq kartochkalar 2 tadan ko'p. Siz bilan Farid Xolmatov bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling. Xudo xolasa mana shu chempionat mira, ya'ni jahon chempionati futbol o'yinlarini, prognozlarini qayd etib boramiz. Uverenniy, железный xudo xolasa pul qo'yadiganlarga pul ishlashlari uchun aniq prognozlarni qayd etib boramiz. Mana shu kanalda uzoqlashmang. O'zingizni fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Video noma'qul bo'lgan bo'lsa ham videoga ko'zingiz tushib qolsa, o'yin o'tgandan keyin albatta mana shu videorolikka qaytib kirib, prognozimni tekshirib ko'ring. Prognoz uverenniy, 80-90% prognoz. O'tgan bo'ladi. Ana shu o'yindan so'ng esa albatta videorolikka like bosib qo'yishni yoddan chiqarmang.